rostmi? Hammasi tug'ma, kayfiyatni qochiradi. Onasi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Senga gulab keldim. Oylik oldingizmi? Yo'q, 15-dan keyin. Premiya oldingizmi? Yo'q, premiya bermay qo'yishganchilar meni. Lavozimingiz ko'tarildi. Qaniydi lavozim oshganda, sanchilikli deb javob kelardim. Bildim. Siz bolalar bilan restoranga borgansiz. Hamma pulingizni ishlatib borib, pul so'ramasdan xotinimdan og'zimni yopish uchun mana shu gul olib keldi-da, hozir. Biza qarshi ham choyxonaga boramiz. Restoranda nima bor? Dashga ketmoqchimisiz hali bolalar bilan? Ha? Shu sovudami? O'zi ishxonamiz zax bo'lsa. Bitta chiroyli qizni topib olgansiz, restoranga chaqirgansiz, kelmagan, uvol bo'lib qolmasin deb menga ko'tarib olib keldingiz-a, hozir? Isi joydami? O'zi oylikka zo'rg'a yetkazib yurgan bo'lsa, qanaqa qiz? Uyda o'tirsam, ertalabdan kechgacha ovqat qilaman, oyisiga qarayman, bolalarni bog'chaga, maktabga olib boraman. Menga yaxshi gap gapirmaysiz, qaramaysiz. Pul olib kelmaysiz sizda. Olib keldi bu, meni yetmasingdan oldin. Men yetganimdan keyin kerak emas, yo'q. Voy, yetmasingdan oldin olib keldi bu. Tavba qildi bu xotinlar ko'zi nafsuna suv yoqadi.